rahbari sizlarga katta umid va ishonch bilan qaramoqda. Sizlar ham shunga munosib bo'ling. Bir yil davomida qo'limizdan kelgancha yangi tajribalar orttirdik, yangi narsalarni o'rgandik, yangi narsalarni o'rgatdik o'quvchilarimiz. Eng chekka hudud bo'lishiga qaramasdan, eng chekka hududdan kelib, eng markazda birinchi bo'lgan qizimizdan biri Gulnoza Marhamat. Menga sen yaxshi ko'rgan patirdan yopib solib qo'yganman. Undan tashqari qurut, turshay deganda baribir vatanni sog'inasan-ku. Kechalari bilan ishlardim. Bolam o'qisin, hech kimdan kam bo'lmasin, ko'ngli o'ksimasin derdim. Today's event has me a bit emotional because I've seen the growth my students have made. At one point, there were some of them that didn't even want to speak. Men odatda shu paytgacha bo'lgan barcha eventlarning aksariyat qismida moderator sifatida ish faoliyatimni yuritganman va bugungisi qolganlariga nisbatan juda ham esda qolarli va juda ham hissiyotlarga boy tadbir bo'ldi. Hammasi uchun rahmat, ustozlariga, direktorimizga rahmat hammasi uchun. O'g'lim Ozodbek 1 yil davomida juda katta o'sishlarni kuzatdik. Bilimi o'sdi har taraflama. O'g'lim o'qib juda ham yaxshi natijaga erishdi. Bir chekka qishloqdan kelib shunday sharoitda o'qiganidan juda ham mamnunmiz. Xudo xolasa vatanimizga, yurtimizga, elimizga turli xil sohalarda kerakli farzandlar bo'lib, chet ellarda ta'lim olib, malaka oshirib qaytishlariga umid qilamiz. Bu tadbirda biz butun boshli 1 yil davomida Foundation yeridagi sarhisobni qildik. Taqdirlashlar o'tkazdik, ota-onalarimiz bilan uchrashdik va endi uyga qarab ketmoqdamiz. Bugungi tadbirdan xulosalarim juda ham ajoyib. Biz barcha tashkiliy ishlarni o'quvchilarning o'ziga tashlagandik. O'quvchilar 1 yil davomida shu tashkiliy ishlar bo'yicha orttirgan ko'nikmalar asosida barcha tadbirni noldan oxirigacha o'zlari tashkillashtirishdi va a'lo darajada tashkillashtirishgan. Bundan juda ham xursandman. Albatta kichik kamchiliklar bo'lishi mumkin, lekin aynan 9-sinf bitiruvchisi uchun bu juda ham katta bir yutuq deb o'ylayman. Assalomu alaykum muhtaram mehmonlar, qadrli ota-onalar, aziz ustozlar, hamda Alberoni xalqaro maktab internetining yorqin yulduzlari, qahramon o'quvchilarimiz. We are absolutely thrilled to welcome you to this unforgettable occasion, the IB Foundation Year Completion Ceremony.
asosli va tarixiy kun. Al-Beruniy nomidagi xalqaro maktab internatining ilk Foundation Year bosqichini muvaffaqiyatli yakunlayotgan bitiruvchilarimizni tabriklash uchun shu dargohga jam bo'ldik. Sizdek g'ayratli, iqtidorli va istiqbolli yoshlarimiz bilan birga bo'lib turganimdan va sizlar tabriklab turganimdan o'zim xursandman shaxsan. Fursatdan foydalanib 1 yil davomida tinmay mehnat qilib, o'z ustida ishlab, ilm cho'qqalarini zabt etib kelayotgan aziz o'quvchilarga, ularning voyaga yetkazayotgan mehribon ota-onalar hamda fidoyi ustozlarga agentligimiz shaxsan o'z nomimdan samimiy minnatdorchilik bildiraman. Mamlakatimizda qisqa muddat ichida buyuk yutuqlarga erishdi. Bu xalqaro IB tashkilotining 58 yillik tarixida, bu yerda hammanglar e'tiboringlarni shunga qaratmoqchi edim. IB xalqaro tashkilotining 58 yillik tarixida birinchi marta bor yo'g'i 4 oy ichida maktabimiz to'laqonli ta'lim standartlarini o'ziga joriy etgan IB jahon maktabi maqomiga sazovor bo'lib, rekord natijani qayd etdi. Xalqimiz va davlatimiz rahbari sizlarga katta umid va ishonch bilan qaramoqda. Sizlar ham shunga munosib bo'ling. Mamlakatimizning dunyoning rivojlangan davlatlari qatorida mustahkam o'rin egallashga salmoqli qo'shasiz deb ishonaman. Sizlar xursand bo'lsa, yurtimiz ravnaqi yo'lida bularni o'zlarini ko'rsatib, fidoyilikni ko'rsatib, charchashmasin. Yangi yutuqlar kutib qolamiz. Barchangizga rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli ustozlar, hurmatli agentlik rahbariyati. 1 yil davomida qo'limizdan kelgancha yangi tajribalar orttirdik. Yangi narsalarni o'rgandik. Yangi narsalarni o'rgatdik o'quvchilarimizga va o'ylayman, topshiriqlarni imkon darajasida bajarishga harakat qildik. Bu birinchi yil biz aynan Qur'on prezidentimiz ideyalari bilan 3 resurs talab qiladigan yo'nalish. Mana yuqorida Hasan Rustam juda to'g'ri aytdilar. Har bir o'quvchilar uchun sarflanayotgan moliyaviy mablag'ni zamirida men bu narsani ko'p aytaman sizlarga. 38 millionlik xalqimizni peshona teri yozib qo'ydik. Va albatta buni karrasi bilan qaytarish bizning asosiy vazifamiz deb o'ylayman. Yuqorida men erishgan natijalarimiz, umuman qo'yilgan vazifalar to'g'risida kelinglar o'quvchilarimiz o'zi bilan eshita qolaylik. Qo'zibador Qoraqalpoqcha raqsini qarshi oling. Our students excel not only in sciences but also beautifully showcase their talents in arts and culture. Please welcome traditional Qoraqalpoq dance to the stage. olimpiadalari, IELTS va xalqaro sertifikatlar, qo'lga kiritilgan grantlar, amalga oshirilgan loyihalar soni, ko'ngillilik faoliyati hamda xalqaro hamkorliklar sarhisobiga bag'ishlangan bizning yutuqlarimiz maxsus taqdimotiga beramiz. Parents and students. Today we would like to present not just a school report. Bizning hozirgacha natijalarimizni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, avvalo IB ta'lim dasturini 4 oy ichida to'liq akkreditatsiyadan o'tkazgan holda qo'lga kiritish. OCSda xalqaro maydondagi medallar. Umid, kechagi xabarni sinfdoshlaringga o'zing aytasanmi? Do'stlar, men Garvard universitetiga qabul qilindim. Bu faqat Umidning natijasi emas.
bergan ustozlarning va ayniqsa mana shu maktabimizning ham natijasi. Yana bir marta tabrik tilayman, Umid. Do'stlar, Garvardga kirganim bu faqatgina meni g'alabam emas. Umid uzoq yo'lga otlanmoqda, ammo u bilan birga onasining duosi, ustozlarning ishonchi va butun xalqning umidi ham yo'lga chiqmoqda. Sumkangga sen yaxshi ko'rgan patirdan yopib solib qo'yganman. Undan tashqari qurut, turshay deganda baribir vatanni sog'inasan-ku. Amerikani sovuq deyishgandi. Issiqqina kiyimlarni solib qo'yganman. Keyin bolam xo'pmi? Kechalari bilan ishlardim. Bolam o'qisin. Hech kimdan kam bo'lmasin. Ko'ngli o'ksimasin derdim. Hi, where are you from? I'm from Uzbekistan. Where is it? Isn't it a small country? It may be, but it's a country with the brightness of a star in Central Asia. Oh, really? Have you heard about Ibn Sina? Are you talking about the guy who is very famous in medicine side? We know, I think, is Avicenna? Yes, he also wrote a book about diseases and their solutions. What about Al-Khwarizmi? Have you heard about him? Is it like the Olympiad in Central Asia? Yes, there's an Olympiad after called him. Is this a man who is famous by the name Algorithmus? Yes. If I'm not mistaken, he also found the number 0. Yes. Did he derive thousands of algorithms that make today's computers work? Yes. He also measured the circumference of the Earth and the radius of the Earth. What about Al-Biruni? Have you heard about him? Yeah, is that true that he discovered America way before Columbus? Kunlar oyga, oylar esa yillarga aylandi. Umid ilmiy izlanishlar bilan shug'ullandi. Konferensiyalarda qatnashdi. Dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan olimlar bilan ishladi. Bir kuni u Birlashgan Millatlar Tashkilotining hisobotiga ko'zi tushdi. Hisobotda insoniyat oldidagi eng katta tahdidlardan biri iqlim o'zgarishi, qurg'oqchilik va suv ta'qisligi ekani qayd etilgandi. Sun'iy intellekt asosida suv resurslarini boshqaruvchi tizim. Bu tizim qurg'oqchilikni oldindan bashorat qilib, suv sarfini nazorat qilar. Millionlab insonlarning hayotiga yordam berishi mumkin edi. Yillar davom etgan mehnat natijasida loyiha muvaffaqiyat qozondi. Patent olindi. Ilmiy jurnallarda e'lon qilindi. Va nihoyat bir necha yil o'tgach, Umidning loyihasi xalqaro ekspertlar e'tiborini tortdi. Dunyoning yetakchi tashkilotlari, ilmiy markazlari va investorlar bu loyiha bilan qiziqa boshladi. Global Innovation Summit yakunida esa tarixiy voqea sodir bo'ldi. Vatanimni bir chekka qishloqlarida qora ishda ishlagan insonlarni to'lagan soliqlari evaziga shu grantni olganimni unutmasligim kerak. Umidjon Abdullajonovga eng tashabbuskor ustoz nominatsiyasi. Marhabo Yusufjonovga eng adolatli ustoz nominatsiyasi bilan. İngiliz tili va izlanish bo'yicha ustozimiz Erika Ramosga eng g'ayratli ustoz nominatsiyasi. Biznes va fizika o'qituvchisi Sanjarbek G'affarovga eng sirqira ustoz nominatsiyasi. Tarix va bilim nazariyasi fanlari o'qituvchisi Shahboz Umarovga, maktabimizning maslahatchilaridan biri Iroda Ahmedovaga eng mehribon ustoz nominatsiyasi. Maktabimizning yana bir maslahatchisiga Muqaddas Bo'tayevaga, biologiya va kimyo fanlari o'qituvchisi Viktor Selo Zuluga eng mas'uliyatli ustoz nominatsiyasi. Xo'p, endi ruxsatlaringiz bilan biz yil davomida o'z mehnati, o'qishdagi tashabbusi, har bir ko'rsatgan parametrlarni nuqtai nazaridan o'qituvchilar jamoasi har bir o'quvchilarimizni nominatsiyalarga belgiladik. Tarbiya fani bo'yicha eng yaxshi o'quvchi nominatsiyasiga g'olibi Javlonbek Mingboyev. Javlonbek 8 dan yuqori ayrisi bor. Kamtar 1 yil davomida maktabimizda prezidenti bo'ldi va faoliyatiga omad tilaymiz. Yil davomida 12 oydan beri 12 ta tur o'tkazdik Zakovat Universiteti bo'yicha.
tashkiliy ishlar hisobotlar tuzilishda hammasini o'z zimmasiga olib mas'uliyatni yondashgani uchun Zakot klubi a'zolari Shonasar Abdurahmon, Adamboyev Begzod, Namozov Nozima, Ziyodlayev Nurbek Imomaliyev Maqsud Allamni ushbu sertifikat va esdalik sovg'alari bilan tabriklaymiz. Soha egalari orasida yangi qiziqishiga qarab vazirlar sayladik, prezidentlar sayladik. Bu albatta keyingi o'quv yilida o'quvchilarimizni shu yo'nalishda, shu siyosatda davom ettirish va o'quvchilarni ketidan ergashtirish uchun ruxsatlaringiz bilan demak men vazirlarni ketma-ketida e'lon qilsamda, ularni sahnaga taklif qilsak va ularga omad tilab keyingi yildagi vazifalarini belgilab bersak, qarshi bo'lsangiz, maylimi? Iqtisodiyot va moliya vaziri Saydullayev Shohjahon, muhandislik va innovatsiyalar vaziri Nurbek Ziyodullayev, sog'liqni saqlash va farovonlik vaziri Qobuljonov Abdulla, raqamli texnologiyalar IT vaziri Javlonbek Mingboyev, Adliya va o'quvchilarning huquqlarini himoya qiluvchi vazir Qayumova Madina Bono, Sport vaziri Ochilov Abdulla, Madaniyat vaziri Burxoniddinova Marjona, Tashqi aloqalar va tashqi ishlar vaziri Shahina To'ychiyeva. Vitse-prezident sifatida nomzodlar orasida Muhammadjonova Madinaxon, va prezident sifatida No'monjonov Feruzbek saylanadi. Boqqan ko'zlar yulduz turadi, vorislari ikki daryo orasini qattiq qo'yib O'zbekiston bolasini, vorislari ikki daryo ayladim, mening yurakimga ishqni joyladim, oyqas ayladim. turli orzular va turli maqsadlar bilan kelgan edik. Ammo bugun ortga qarasak, foundation yil bizga faqat bilim emas, balki unutilmas xotiralar, mustahkam do'stlik va hayotiy tajribalar ham berganini anglaymiz. Hamda har bir o'quvchi boshqasini qo'llab-quvvatlaydigan muhit yaratishga kelajakda dunyoning yetakchi universitetlariga kirib, xalqaro bilim va tajriba orttirishga, universitetni muvaffaqiyat bilan tamomlab, vatanimiz O'zbekistonga qaytishga, egallagan bilim va salohiyatimizni o'zbek xalqining hayotini yaxshilashga, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishga, egallagan bilimimizni yangi yetkazishga qasamyod qilamiz. Ushbu qasamyodni qabul qilib, uning har bir bandiga shaxsiy hayotimizda ham, kelajakdagi professional yo'limizda ham amal qilishga va olingan bilim, tajriba va ko'nikmalarimizni vatanimiz ravnaqi yo'lida safarbar etishga ongli va tantanali ravishda qasamyod qilamiz. Bugungi tadbir juda chiroyli o'tdi. Rahmat shuncha mehnatlari uchun, farzandlarimizni ham, o'qituvchilarni ham shunaqangi tashkillashtirgan, juda xursand bo'ldik. Hammasi uchun rahmat, ustozlariga, direktorimizga rahmat. Bugungi tadbirdan juda ham minnatdormiz. Mana shu Alberoni maktab jamoasiga
shaxsan o'zim nomidan, oilam nomidan va barcha ota-onalar nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman. Bugungi tadbir juda ham zo'r o'tdi. Tashkilotchilarga va Alberuni maktabining rahbariyatiga juda katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'g'lim Ozodbek 1 yil davomida juda katta o'sishlarni kuzatdik. Bilimi o'sdi har taraflama. Biz oilamiz nomidan Alberuni rahbar maktabiga juda ham katta rahmat aytib qolamiz. Bugungi tadbir bo'yicha menda juda ham katta taassurotlar mavjud. Bu tadbirda biz butun boshli 1 yil davomida Foundation yeridagi sarhisobni qildik. Taqdirlashlar o'tkazdik, ota-onalarimiz bilan uchrashdik va endi uyga qarab ketmoqdamiz. Men odatda shu paytgacha bo'lgan barcha eventlarning aksariyat qismida moderator sifatida ish faoliyatimni yuritganman va bugungisi qolganlariga nisbatan juda ham esda qolarli va juda ham hissiyotlarga boy tadbir bo'ldi. Today's event has me a bit emotional because I've seen the growth my students have made. At one point, there were some of them that didn't even want to speak. And now I'm watching them present and do it extremely well in front of many different people. So I'm emotional but proud and also happy that they get to have a summer break. I had fun, had an amazing time with my students during their foundation year. They came, and when we started it was a bit rough, but the way they improved, it was so amazing. And I can really assure that they are gonna make it in DP. They are so ready, they are so interesting, they are so engaging. Every activity that they were given, they will take it more seriously, and every summative that they got, every laboratory experiment that we had, so they're so amazing. And I'm so happy and I'm so grateful that I have had a chance to be with them this year. Bugungi tadbirdan xulosalarim juda ham ajoyib. Biz barcha tashkiliy ishlarni o'quvchilarning o'ziga tashlagandik. O'quvchilar 1 yil davomida shu tashkiliy ishlar bo'yicha orttirgan ko'nikmalar asosida barcha tadbirni noldan oxirigacha o'zlari tashkillashtirishdi va a'lo darajada tashkillashtirishgan. Bundan juda ham xursandman. Albatta kichik kamchiliklar bo'lishi mumkin, lekin aynan 9-sinf bitiruvchisi uchun bu juda ham katta bir yutuq deb o'ylayman. Va barcha o'quvchilarni IBDP yo'nalishining Foundation yo'nalishini bitirishganligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Xudo xolasa ularni umumiy DP yo'nalishi bo'yicha maktabga bitirayotgan paytda hamda xalqaro universitetga ketishayotgan paytda ham tabriklash barchamizga nasib qilsin va barchaga omad.